Demak, Telegramdagi musofir pastki chiziq show pastki chiziq bot orqali show ID ni kiritish va tasdiqlash yashil belgisi chiqqanida barchasi to'g'ri bajarilgan ekanligini bilib oldingiz. Xo'sh, Telegram botda yana qanday funksiyalar mavjud? Bot orqali sizga musofir shouning har bir soni kelib turadi. Bemalol havola orqali o'tib, shouni to'liq holatda tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, botdagi shaxsiy kabinet funksiyasi orqali shouda ishtirokchi bo'lish imkoniyatingiz hamda shouda suyunchi sovg'asini yutib olish imkoniyatingiz bilan tanisha olasiz. Imkoniyatlar ballarda ko'rsatiladi. Taklif etilgan do'stlar sonini ham ko'rib turasiz. Shuningdek, tarif rejangizning tugash muddati bilan ham tanisha olasiz. Mobodo sovrindor bo'ladigan bo'lsangiz, siz bilan bog'lanish uchun kontakt ma'lumotlarini ham bemalol ko'rishingiz, agar xato bo'lsa, ma'lumotlarni o'zgartirish tugmasi orqali tahrirlashingiz mumkin. Qo'shimcha sovg'a yutib olish funksiyasiga esa alohida to'xtalib o'tamiz. Keyingi tugma bu biz bilan bog'lanish imkoniyati. Call centerimiz sizning savollaringizga javob berish uchun doim tayyor. Shuningdek, sizga qulayroq bo'lishi uchun Telegram orqali ham bog'lana olasiz. Bizning media sahifalarimiz tugmasini bosgan holda Musofir shouning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga havolalarni topasiz. Siz tomosha qilayotgan kabi video qo'llanmalar esa eng pastki tugmadan joy olgan.